Haqiqiy do'stlik. Haqiqiy do'stlik degan nima? U qahrdan sovuq uchirganingizda o'ylasangiz qalbingiz iliqlikka to'ladigan. Yozning tomuz issiqlarida o'ylasangiz ko'nglingizni mayni shamollar yelpib o'tgandek tuyg'uga keltiradigan kishidir. Balkim aldirashchilik bizni yiroqlashtirgan va yoki orliq sababidan munosabatimiz suvlashgan bo'lishi mumkin. Biroq sirdosh do'stlar umrlik asdan ko'tarilmaydi. O'ttirda kishini hayajonlantiradigan so'zlar bo'linmasimi? Go'zal va'dalar aytilmasimi? Biroq qalbi haqiqiy, chin hissiyotga to'lgan bo'ladi. Haqiqiy yaxshi do'st o'zaro yuz o'rishmaydi. Kichik ishlarni sig'irlamaydi. Martabasining yuqori tuvanligini silishtirmaydi. Muvaffaqiyatidan bahrlanadi. Mag'lubiyatida yiroqlamaydi. Ba'zi kishilar sizga hamroh bo'lib bir bo'lak musofani besib o'tadi. Biroq qaysi vaqtda minib ketib tarqalib ketganligini bilmayli qolasiz. Barliqingizni ko'rib turib, sizdan ayrilmagan kishilarni haqiqiy do'st deb atashqa bo'ladi. Yoshning cho'ng'ishiga ergishib, atrofdagi do'stlar borgan sari ko'paydi. Biroq chin, haqiqiy do'stlar borgan sari azaydi. Faqat oxirda yoningizda qolganlar haqiqiy do'stingizdir. Haqiqiy yaxshi do'st umrlik ta'sirlanishdir. Mayli qayerda bo'lsin, qanchalik ayrilsin, telefonning qarshi tarafida faqat bir ig'iz "Hamma ishlaring o'ngishliqmi?" degan so'zlar kishining qalbini cheksiz iliqlikka to'ldira oladi. Kishilik turmushda hammamiz do'stdan ayrilmaymiz. Do'st u safarimizga hamroh, yo'limizni yo'ritquchi nurliq chiroq. U bir jup illiq qo'l. Do'st bo'lsa yo'llar ravon, do'st bo'lmasa oshmoq tez tovon. Do'st bizga qilingan eng yaxshi sovg'a. U o'sib yetilish musofimizda bizga hamroh bo'ladi. Bizga illiqlik ato qiladi. Bizni ta'sirlantiradi. Yonimizda do'stimiz bo'lsa, har qanday qiyinchilikqa uchrasak-mo, o'zimizni xotirjam his qilamiz. Do'st izchil yurak bo'lsa, qiyinchilik har qancha ko'p bo'lsa-mo qo'rqmaymiz. Do'stlik baldur keyin deb ayrilmaydi. Faqat chin yoki saxta deb ayriladi. Do'stlashishga boy kambag'allik emas, fazilatga qarash kerak. Haqiqiy do'st mangu sizga azor bermaydi. Fazilatli do'st mangu sizga o'g'ri bo'lmaydi. Haqiqiy do'stga vaqt cheklamasi bo'lmaydi. Yaxshi do'st sinoqdan qo'rqmaydi. Tanishganning hammasi do'st emas. Do'stlarning hammasining samimiy bo'lishi notayin. Ba'zi do'stlar bilan salom saat qilishib o'tishkili bo'ladi. Quyuq aralashishga bo'lmaydi. Ba'zi do'stlar bilan paranglashishga bo'ladi, ammo sirdashishga bo'lmaydi. Ba'zi do'stlar eg'izida ha deb qo'ydi. Ba'zi do'stlar boshqa kun tushganda asqatadi. Do'stning haqiqisimi, saxtasimi bo'ladi. Do'stning haqiqiy yoki emasligini quloq bilan anglab emas, balki ko'z bilan ko'rib, qalb bilan his qilish kerak. Haqiqiy do'st bir ishga yo'liqqaningizda yordam qo'lini sunadi. Qiyinchilikqa uchraganimizda bizga yurak bo'ladi. O'zining qanchalik badal to'ligini bilan hisoblashib o'tirmaydi. Javob qaytarmasligimizga e'ron qilib ketmaydi. Do'st deb chaqirish oson. Umrlik do'st bo'lish tez. Nurg'unlagan yaxshi do'stlarning tuyuqsizlik munosabati uzilib qoladi. Nurg'unlagan yaxshi do'stlarning vaqt o'tgan sari orlig'i yiroqlashib ketadi. Bu odamning yiroqlashishi emas, balki ko'ngilning yiroqlashishi. Ular qayta ko'rishganda takalluf qilishadigan,
gap bir yerdan chiqmaydigan bo'lib qoladi. Qayda jam bo'lganda bo'lsa, yatlardek paranglashadiganga temi chiqmay qoladi. Do'stlar bilan uchrashish oson emas. Do'stlar bilan jam bo'lishning o'zi bir baxt. Bu umrda do'st bo'lish peshanaga bitilgan ekan, yaxshi do'stlardan bo'lib, o'zaro holidan xabar ilib, o'zaro hamdam bo'lib, ko'proq tushunib, talash-tartish qilmay o'tganda birga bo'lgan vaqt uzargan siri hissiyot cho'nqurlashib, bir oila kishilar bo'lib qoladi.